Hello everyone. Today we're going to start our lesson, guys. So it's gonna be lesson. Oh, okay. Bugun sizlar bilan percent mavzusini ko'rib chiqamiz, guys. Okay. Bugun sizlar bilan lesson. Okay. So okay. Hop. Lesson 18. What's happening here? No, hozir unchalik hozir ishlamayapti. Meni o'z notebookim sizlarga. Okay. Lesson 18 va math bo'yicha, guys. Math 6-dars boshlaymiz. Tak, okay. Xo'p, bugun sizlar bilan percent mavzusida bugun sizlar ko'ramiz. Xo'p, o'zi bu percent degan bu degan bilasizlar foiz degan. Va bugun sizlar bilan foizlarni aniqlashni ko'ramiz, guys. Bu yerda example bor ekan. Bitta ko'rib chiqamiz, shuni example qaranglar. Tak, xo'p. Bu yer o'chiraman-da, sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, bu yerga example ga ko'rayotgan bo'lsanglar, xo'p. Example-ga hozir ko'rayotgan bo'lsangiz. So, okay. So, guys, xo'p. Ozgina hozir o'chiraman, guys. So, okay. Xo'p. Endi mavzuga ko'ra sizlar bilan tak Jacob got 50% of the question correct. Onda 30 ta savoldan значит 50% topibdi. Ну, давайте 30%. 30 ta questiondan 50% ko'p topibdi. 0.5 deb qo'yamiz, guys. Okay. Hop. Nechun 0.5 dedim? Chunki deganda bizlar 50 ni как 0.5 deb olamiz, guys. Har doim SAT da xuddi shunday bo'ladi, guys. Bizlar percent mavzusida foiz keldimi, guys? Bo'ldi, 0 dan boshlayveringlar. Ya'ni 0 butundan boshlaydi. Qaranglar, tochka qo'yamiz, lekin zapitaya qo'ysanglar вообще xato bo'ladi, guys. Okay. Xo'p. Bu bo'ladiki bizlarda 15. Am I correct, guys? Am I correct? Men to'g'ri topdimmi? Bu bir bo'layotgan bo'lsa 30 ya. Xo'p, endi esa ikkinchisini. Correct on test and 90% 50 ta savollikdan topibdi, guys. Xo'p. Общий bo'lib, tak What percent of общий bo'lib nechta savoldan to'g'ri topibdi debdi. Okay, 90 qaraymiz. 50 ta, ya'ni 50 ta savollikdan, boya 30 ta savollikdan u 50% topibdi. 50 ta savollikdan bizlarga 90 ta topibdi. Значит 0, guys, 9, guys. Okay, it's gonna be tak. Okay. No, dasmizni ochsak yaxshi bo'larmidi? Chunki men itak kalkulyatorda o'rganib qo'yganman. Chunki o'zi misol ishlamaganimga ham juda ko'p bo'lib ketdi. Guys, okay. Dasmiz, aha. Xo'p, dasmizga kirayotgan bo'lsak, guys, no birinchi stakim bosaman har doim. No, sizlarga agar o'rnatib olsanglar juda yaxshi, guys, juda zo'r. Prosta men hozir o'rnata olmayapman buni. Shuning uchun ham menda ozgina problematik bo'lyapti. Tak. Hozircha закрыть окно. Aha. Endi, no, ana shu ikkalasiga ham qaraymiz, guys. Nechundir dasimiz ochmayapti menda. Nadir bo'ldimi deyman. Okay. Come on. Bizga hozir kerak payti meni ochmay qoladi bu ham. Ochmayapti. Guys, hozir qayta yana kirib ko'raychi, ochish kerak lekin dasimiz.
Okay. No, o'zimiz yechib turamiz bo'lmasa, qaranglar. 50 ga bizlar 9 ga birinchi bo'lib olaylik, keyin no. Qaranglar. 50 bo'ladi. Tak. Shu oddiy kalkulyatorım yo'qmi ekan? Tak, oddiy kalkulyator bor ekan. Xo'p, hisoblaymiz. 50 ga ko'paytiramiz. Aha. 0,9. Qaranglar, men kalkulyatorda zapitaya ishlatdim. Chunki deganda bizlarni vot ajratib turadigan zapitayamiz, ya'ni 0 butun deb aytayotganimiz bu zapitaya bilan beriladi. Lekin ularda tochka bilan beriladi. Okay, 45 bo'l ekan. No, mayli. Ozgina. Bu hozircha bizga shart emas. Hop. Tak, 45. Endi o'sha opshisini so'rabdi, guys. Bizlar bunaqa qilib ketmayapmiz. Biz oson yo'l bilan ketyapmiz. Biz bunaqa yo'l bilan ketmayapmiz, guys. Shuni qaraymiz. Tak, overallni 60 bo'ladi, chunki qarang, 15 plus 45 bu bo'ladiki 60. Okay. 60 javob bo'lar ekan. Am I correct? Tak. Uchundir 80 ga bo'libdi. Ya. Qaranglar. Bu bilan buni ham qo'shib yuboramiz, ya, guys. Buni ham qo'shib yuboramiz, keyin 80 ga bo'lamiz, ya. 60 ne bo'lamiz 80 ga. Nechi bo'ladi? 0 bilan 0 сокращаться qiladi. Tak. Keyin 2 bilan 2 3,4 bo'ladi. 3,4 ni endi topamiz. Desimiz ochganda bizlarda yaxshi bo'lardi, guys. Desimiz bilan juda zo'r yechamiz-da. Desimiz. Shuni. Bo'lmayapti-da, prosta desimiz ochmayapti menda hozir. Here. Qaranglar. 4 3 debman. 3 butun 75 chiqar ekan. 60 bo'lib 0,75 bo'ladiki, qaranglar. Выйти qo'ribman, guys. Sorry. Bizlarga juda kerak. Desimiz, kalkulyator. Bizlarga juda kerak. Here. Xo'p, qaranglar. Bu bo'ladiki, bizlarda 0,75 bo'ladi. Agarda buni bizlar o'tkazayotgan bo'lsak, ya'ni foizga imminni o'tkazayotgan bo'lsak, 75% bo'ladi, guys. Okay, sizlarga aytdim-ku 0 butun bo'layotgan bo'lsa. Xo'p, endi boshqasiga qaraymiz. No bilan o'zlaringiz, конечно, qarab chiqasizlar. Va sizlar bilan tak. To'rtinchisiga qaraymiz. Chunki to'rtinchisi вообще boshqacha formula bilan hozir sizlar bilan ishlaymiz. Qaranglar. X is 50% larger than Z. And Y is 20% larger than Z. Then X is what percent larger than Y? Okay, shuni qaraylik. Hop, qaraymiz. Aytaylik Z ni 100% deb olamiz. Chunki 100% deb olsak, qaranglar. 100%. Значит, так, X 50 ga teng bo'ladi, a Y esa 80 ga. Значит, yo. Larger than. Qaranglar. X 1, chunki 100% deb olayotgan bo'lsak 1,5 bo'ladi. Chunki 0,5 ni endi 1,5 chunki Z dan kattaroq deyaptiman. Larger than deyapti. Shu uchun ham 1,5 olamiz. Y uchun 1,2 olamiz. Olganimizda bu bilan bu 30% farq qilar ekan, guys. Here, there. Okay, tushundilaringlar?
Tak. Ну, o'zlaringlar qarab chiqasizlar har bittasiga. Ну, qolganlaringlar o'zlaringlar qarab chiqansizlar, guys. Bular ham oson, guys. Просто logical qilib o'zlaringlar qarab chiqansizlar. Ну, birinchi testdan o'zi boshlashimiz kerak edi, guys. Da. No, hammasini ham ko'rsatib bermayman, guys. O'zlaringlar bitta ko'rib chiqasizlar. Yoki man bunga ham qarayotgan bo'lsak, guys, qaranglar. Dasimiz bilan birdan yechib ketaveramiz. Tak. Shuni qilsam. Ozgina buni. Tak. Buni suraylik. Okay, qaranglar. Aytaylik, guys. Tak. 150 foiz 150 debman. 100% bu bo'ladi 150. Guys, hop. Nima uchundir ishlamay. Okay. 150.00. Hop, 150 ekan. Endi qaranglar. 150 tak, guys. 100 ko'paytirilgan 10 shu tak. 75 va bo'lingan, guys. Qani endi bo'lingan bu yerda. How I can just find. Okay, here. Tak. Birdan вот men butunlay yozmadim chunki deganda bu yerda bizlar 100 ga ko'paytiramiz, guys. Okay? Va bo'lingan 150. No, 8,5 chiqar ekan, guys. 8,5, 17,2. No, 8,5 chiqar ekan. Guys, bularni hammasi o'zlaringlar bitta dastimizda ishlab ko'rasizlar, chunki deganda men hammasini men tushuntirib bera olmayman. No, bu 8,5. Qaranglar. Sizlarga bittalab yozib, yechib chiqish shart emas. Boshidagi agarda testlarni sizlar kalkulyatorsiz ishlagan bo'lsangiz juda zo'r. Hozir lekin kalkulyator bilan ishlasanglar, no, normalno, guys. Вот, sizlarga maslahatim kalkulyator bilan yeching, chunki vaqtlaringlarni baribir sarflab yorasizlar. O'tirib bittalab yechib, guys. Okay? Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed, guys. Goodbye everyone. Take care, guys. Bye. Take care.